Bolaligimdan beri bir savol meni juda qiynagan. Nimaga menman? Tushunmadingizmi? Hozir tushuntiraman. Nimaga men aynan shu tanada yaralganman? Balki butun dunyo men uchun yaratilgan bir sahna bo'lsa-chi? Ota-onam va atrofimdagi barcha odamlar go'yo aktyorlar va ular menga moslab yozilgan rollarni ijro etishmoqda. Va qaysidir vaqt keladiki, ular o'z rollaridan chiqib menga hujum qilib qolishlari mumkin. Va o'sha vaqtda xayolimda faqat har bir ish va barcha voqealar faqatgina men ko'rganimdan keyingina boshlanadi, xuddi GTA missiyalardek. Hatto men bir marta opamga qarab, siz ham mendaqa odammisiz, ya'ni men o'zimni tanamni va ichimni his qilayotganimdek siz ham o'zingizni his qila olasizmi deganimda, opam menga qarab, "G'alatiromsan" degani ham esimda. Va o'sha vaqtida meni miyamda faqat bitta gap: sen ko'rmagan joy hali bu dunyoda mavjud emas. U yer sen u yerni ko'rganingdan keyin yaratiladi. Ya'ni bu dunyo faqat men ko'rgan narsalardan iborat. Agar bu dunyoda men ko'rmagan narsa mavjud bo'lmasa, unda dunyo qayerda tugagan?